أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وأما إجارة المؤذن. Ma'zna xonimni yollab ishlatish masalasi. Albatta, muazzin bo'lsin, imom bo'lsin, Qur'on o'qitib qo'ydigan ustoz bo'lsin, haj qildirishga masala. Shunga o'xshash taat ibodatlar uchun ijara kelish masalasi misli bir tutash masalalar. Fa inna qauman lam yaraw fi zalika ba'sa. Bir guruh olimlar bo'ludi deb qaradi. Va qauman karihu zalik. Ya'ni ba'zilar makruh debdi. Bu makruh deganlar İmam Abu Hanifa bilan İmam Ahmad. İmam Abu Hanifaning qarashi mustahat ibodatlarga va ijaraga bo'lmaydi degan qarash. Ya'ni bu mazhabningki ilgirki imomlarning qarashi. Yani keyingi olimlar ahvol qarab zamonning o'zgarishi bilan bunga shunda maosh berib muazzin to'xtatmasak bo'lmaydi ekan deb muazzinga, imomga va Qur'on o'qituvchilarga maosh bersak bo'ldi degan qarashni tanlagan. Yani bu mazhabda şu ikki qarash var. İmam Abu Hanifa'ning va shogirdlarining mutaqaddimlarning qarashi, keyingilarning qarashi. Shunga mesela Hidoyatda bunda kitobda yajuzul istijara ala ta'at mesela al-adhan wal imama degandek. Va alayhi al-fatwa deb qo'ydi. Fatwa mush bo'yicha berildi. Yani hozirgi zamonimizda ma keyingilarning ustalgan qarashi bo'yicha fatwa beramiz demoqchi. Lekin ilgirikilarning shuni joiz emas degan. Chinroq qarashim. Va harramuhu, haram debatga ahvolim bor edi. Bular vallazina karihu zalika va harramuhu makruh ya haram deb qirg'anlar chiqib cheklaganlar deylar. Ihtajju bima ruwiya an Uthman ibn Abi al-As radiyallohu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. Baş kishiga shunda topilib ekan. Sen azan to'g'ilganligi shak qilmaydigan muazzinimizni tayinlagan, muazzinimizni qilib ol deb. Bu Abu Davud, İmam Ahmad ve Tirmizi rivayet qilgan, Tirmizi Hasan degan hadis. Yani sayyid bu. Albani sayyid degan. Bu mushullarning dalili ekan. Vallazina abahuhu qasuhu ala al-af'ali ghayr al-wajiba. Buni mubah deganlar bu vojib emas ishlar jumlasidan. Buni bir odam qism bo'ldigan qilmasimi bo'ldigan işte. Yani asli azan to'lashning hukmi nima deganga bir taqildim. Azan to'lashning hukmi farz kifoyami yoki sunnat mandub ishmi deya bir taqildi. Va hada huwa sababul ixtilof. Azan vojib emasdi deb matraka apag'anlar. Unda bo'lsa bu odamning azan to'lab qo'yish majburiyat o'zga, ya'ni vojib bo'lmagan ish. Unga atoat vaqt chiqarib uni qo'ysa, unga maosh bersan bo'ldi. Lekin o'zga vojib bo'lsa, fulanmasangmi qilishing kerak, buni deytdiq deydi. Yani hal huwa vacibun am laysa biwajibin. Yani bu farz kifoya mı yoki sunnat mı degan xil qarash va asosi. Shundan kelib chiqdi. Va amma al-istijaru ala ta'lim al-Qur'ani, Qur'on Karimni o'qitish, buni shaq berish masalasimi? Bu ixtilof bo'lgan masala. Yuqorgi masaladan chet bir masala bu, hammasi bir tutash masala. Yuqori birini tarjih qilmoqda, yo'q tarjih qilmaydi. Yuqorgini aytdiki, sen ajramaydigan muazzinlik tekstida deyinga muazzin ijro qilqasmi muazzinlikni ta'zir ko'rsatmayotgan va ashadismo xulos bo'lgan dalil qilgan. Bunda uningkin bu balki yani ijroas bo'lmaydi deganligini bilmaydi. Yoki ijro oldigan muazzinning qilsang haram degan gapni balki bildirganman. Yani bu avla yoki afdalga irshad bo'lishi mumkin. Albatta endi maosh oldigan muazzinimiz va maosh olmay azan to'lab turgan birisi bo'lsa, biz qanday qilmaymiz? Maosh olmagan tutdi. Maosh olmaydiganni ishlatilmas. Shu oldin o'rin turdi. Maosh olmaydigan yo'qlab qolsa-chu, maosh oldigandan birini qilsak, namoz zoya bo'lib ketadi. Bir masjid bor. Bu masjidda jamoatning xalqini biz chirib azan to'lab qo'ygan bo'lsa, ba'zi namosham bo'ladi, hech kim chimaydi, azanni to'lanmay qilish mumkin. Shuna biraylarni bekitib qo'ysak, dal vaqtida soat qarab turib azan to'lsa, tek bir nima 15 minut o'tdi deb tek bir to'lsa, hammasi daratimlab obdan joyida ma'lum. Endi hozirgi zamonda albatta shu bo'yicha ish qilinadi. Maosh olmaydigan mutatavvi rasmiy vaqtga rioya qilgan odam bo'lsa, shuni baka pul chiqim qilmaslik kerak. Ham avval shunda bir ixlos bilan. Unda adam bo'lmasa, pul vaqtga rioya qilgan, shu joyida turadigan biraylarni maosh berib ishlatamiz. Bu muayyanlashib ketgan ish. Shunda qilmasak, masjidning ishlari qalaymaqon bo'lib ketadi. وأما الاستئجار على تعليم القرآن فقد اختلفوا فيه أيضا وكرهه قوم. البته كره قوم دياندا شو إمام أحمد لن إمام أبو حنيفة با.
Ve ecazahu akharun. Başkalar caiz gen. Bu caiz genlerden kimler var? İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed'in bir rivayet, Zahiriler ve bazı sahabe-i kiramlar, mana Hanefi mezhebininki keyingi mutaakhirinlar caiz gen. Ve aleyhil fetva indel Hanefiyye caiz gen. وَالَّذِينَ أَبَاحُوهُ قَاسُوهُ عَلَى سَائِرِ الْأَفْعَالِ Mubah diyenler başka işlerle kıyas kıptı. Yani bu kıyas taraftan delile. Lakin menkuldan deliller mubah. وَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ خَارِجَةَ ابْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَمِّهِ الصَّلْت صامت أمس عن عمه قال أقبلنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتينا على حي من أحياء العرب فقالوا إنكم جئتم من عند هذا الرجل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم دمكشي فهل عندكم دواء أو رقية دورا بأفسن ياكي من دابر دميد أخبضغن نبامو دعاء بناسنا نبامو دب فإن عندنا معتوها في القيود bağlap koygan bir erişip bağadım ba. Ma'tu degen saran erişip bağan. Ma'tu deymiz biz. Ha şu Uyg'urcha ma'tu degen şu. Faqulna lahum na'am. Şonlar bu sahabeler ba bizning o'qiyalaydigan ba debdi. Faja'u bihi ash kesalardan akabdi. Faja'altu aqra'u alayhi bi fatihatil kitabi 3 ayyamin gudwatan wa 'ashiyya. Atina akşamda Fatihani 3 kun o'qibdi. Albatta o'qib sutlab qo'ydi-da unga. Yok, atigini akşam. Ma adkhulu ala fir'auna. Şunda guduva ve aşiye de bağı. Bu azabul kabrinin musi. Atigini oturluqtudur. Atiginde keçtagin. Ecma'u biriqi. Tükürükümni juglab, thumma adkhulu alayhi. Tükürmen deydi. Demeydi qilishda tükürük bilan davolashwa. Tükürüksiz suftisim buldu. Tükürük bilan tükürükning qism buldu. Fekannama anshata yoki unshita min iqalin. Fekannama nashita min iqal deb kelgan bu deymi? Xuddi bu bog'lab qo'ygan odamni midillanmay qolgan odam shunday og'amchidan bo'shinib yugurib ketgandek yoki das turib ketgandeklam gachchida o'ngshilib ketdi deydi. Fa'atuni ju'la. Shunlar menga bir mukofot berdi. Davolab qo'ygandan keyin deb qo'shilib mukofot beribdi. Faqultu la ya hatta as'ala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ya buni ishlatmay turay. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'rab, shuni olsam bo'lamdi, buni ishlatsam bo'lamdi, buni deb endi ishlataydi. Shu chaqda elig'liq albatta, lekin ishlatishda to'xtab turgan. Fasaltu. Shuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qishir kelgan chaqda Rasulullohdan so'rgan. Bunda o'qib qo'yib, biznasi oldim, ishlatsam bo'lamdi deb so'rgan. فقال كل يسان بلدو فلعمري لمن أكل برقية باطلا فلقد أكلت برقية حقا. Yani sen doğru sağlam dua okup süflep şakka apsaya demekçi. Fel'amri diyen ne bu? Kasam. Kasam Arap'da buruna şu ömür bilen kasam kılıç battı. Kur'an-ı Kerim'de bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ninki ayatı bilen ömür bilen kasam kıyı Allah'tı. La'amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Bunda Allah Teala nima bilan qasam qilsa bo'ldi-ku? Lekin biz mahluqlar men kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Biz boshqalar bilan qasam qilsa bo'lmaydi. Ana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qasam qilgani, balki Alloh taolo Rasulullohning umri bilan qasam qilganligi uchun joiz bo'lishi mumkin. Yoki shunga ehtimol bu arablarning tilida asli odat bo'lib ketgan so'z. Şu ulumolimi la'amri deb ishlatiladi. Yani bu qasam maqsad qilinmaydi. Lekin inson ta'kidlab qo'yishni bildirgan. Masalan Ibn Rushd aytadi la'amri dedi. Boshqa olimlar shunday deydi. Bo'lmasam da bizning umr bilan qasam qilsa bo'lmaydi. Alloh taolo bilan qasam qilish kerak. Lekin bu og'iz qilib qolgan, qasam maqsad qilmaydigan lag'u so'zlar. Arablar odatda bunda qilib qolgan so'z. Laman akala bi ruqyatin batilma. Demak hamda harom ya cheklangan duo o'qib yesi bo'lmaydi. Sen to'g'ri duo yapsa, masala yo'q demakchi. Biroz so'z xato yozib qolgan bo'lishi mumkin. Mushunimi dalil qilibdi. Lekin bu aslida nima degan? Davolash. Bu kasalni davolab qo'ygan. Shu bunda hadislarni Imom Buxoriymi kitobi tibdir rivoyat qilgan. Qur'on bilan davolash. Yani bu doktorlik masalasiga berib taqilgan. Yani birisi Qur'onni o'qib qo'ysa da o'qib qo'ygan shu-ku. Uni demaydi qilib qo'ydi. Şu davalab qo'ygan ahvolim nima? Ya qoldi lekin davalab qo'yib oldi. O'g'itish nimasi emas. Bu mu Abu Davud va Ahmad rivoyat qilgan hadis va Nasa'iy.
Yana bularning dalili va bima ruya an Abi Sa'id al-Khudri anna ashab Rasulullah sallallohu alayhi wasallam kanu fi ghazatin famarru bi hayyin min ahya al-arab faqalu hal indakum min raq fa inna sayyid al-hayy qad ludigha chayan ya ijlan chiqoldi dedi. Aw qad urida lahu yoki shunda bir kasalga duchor bo'lib qoldi. Demidi o'qib qo'ydiganlar bormi? Qaranglarda debdi. Qala faraqa rajulun bi fatihatil kitabi fabari'a. Amış Abu Sa'id al-Khudri o'qiganmi deyman. Fatihani o'qib shiflab chiqqan saqibdi. Fabara'a desan bo'ldi. Saqib ketdi. Fa'ata qati'an min al-ghanam. Saqayga odam baga o'xshaydi. Bir top qo'yib bir pada izgima balki 15 endi. Fa'aba an yaqbalaha. Qabul qilmay turibdi. Fasa'ala an zalika Rasululloh sallallohu alayhi wasallam faqala bima raqaytahu qala bi fatihatil kitab. Qala wa ma yudrika annaha ruqya. Demidligini sen nima bilsa, ya'ni shu demida demakchi hozir. Qanday bilding? Qala oxirda debdi. Thumma qala Rasululloh sallallohu alayhi wasallam khuduha wadribu li ma'akum fiha bisahmin. Uni elinglar, menga bir ulush beringlar. Rasululloh uni amsin bo'ldi. Lekin avvalning ko'ngilda to'liq halol zade deb xotirjam yeyish uchun Rasululloh menga bir kishlik beringlar demoqchi. Aslida bular sahobalar bir joyga borgan vaqtida shu qabilaning qishdan o'tgan. Musafirlarning bizga tamoq beringlar deb bermagan bular. Bermagan shu arliqda bunun xo'jayinni qabila boshlig'ini izlarni yoki chayin chiqib olgan. O'qib qo'yib nima bo'ldi? Bu muttafaqun alayhi hadis ma bu. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu. Demak, bu shu ikkini dalil qildi. Ya'ni mushadisning bir rivoyatida inna ahaqqa ma akhadtum alayhi ajran kitabulloh deb kelgan. Inna ahaqqa ma attakhadtum alayhi ajran kitabulloh. Ma'vo lafzi umum mana. Davoda shu bu degan gap yo'q. Bu shu lafzni alsak umum. Bu tarafdan ma'lum biroz dalil bo'lib qoldi. Andan bular dalil qildiqni yana shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalar bilan tug'an chog'da bir ayol keldi-ku. Vahab tugan nafsi dedi. Shunami? Rasululloh men o'zimni shundan atib berdim sizga deganki Rasululloh unda so'zga qarab Rasululloh to'y qilsa xolimidi. Xolimay tug'an chog'da endi sahobalarni siqib mana paslar bu xonimni degandikan unda senda bir to'yliqlarga narsa bormi desa yo'q. Iltamis wala xatamun min hadid debdi. Shu tumi uzukni topolmadi. Ondan yana turib keyin andin Qur'on bilamsa degan kim bilma Qur'on sura degan unda bo'lsa shuni uyutib qo'yishga appadim deb faqat zawwajtukaha bima ma'aka min al-Qur'an deb uyutib qo'yishni mehr qilib appagan. Biz yuqorida bir istidlolda dedik-ku, bir narsaning badali shaklda bir malning o'rnida tura oladigan narsa bo'lsa, pul malga isoldigan bir narsa bo'lsa, uni ijaraga bo'ldi dedik-man unda. Va ma jaza istifa'uhu bi-shart jaza istifa'uhu bil-ajr mana. Hali uyutib qo'yish endi shart bilan nima qildi-ku? Unda shu ijaraga xuddamda bu to'yliq masalan 500 koy desak, shu Qur'on uyutib qo'yishi shu to'yliq bo'lgan 500 koyning muqobiliga o'xshash degan gap chiqdimi? Mushadisdan shunda istidlol qildi. Joiz deganlar. Bu muttafaqun alayhi hadis. Wa ammal ladina karihul ju'la ala ta'lim al-Qur'an, ya'ni Imam Abu Hanifa, Imam Ahmad masalan. Bular haram ya makruh deganlar. Faqalu huwa min babil ju'li ala ta'lim as-salah. Bu xuddi namoz o'qishni o'rgatib qo'yishga bir mukofotlagandak bir narsa, ya'ni shuni qiyos qilyapti. Namoz o'qishni o'rgatib qo'yapti, unga bir narsa bor masalan. Endi berib qo'ysa, ma Qur'on o'rgatishga bergan narsami shuni o'xshab qoladi. Demak, bu nima deb iborat? Qiyosga iborat hozir. Lekin bular Qur'on va hadisdan dalil keltirgan. Yani Imom Ahmad, Imom Abu Hanifa musha haram yoki makruh deyishda Qur'ondan dalili bor. Qul ma as'alukum alayhi ajra. Nima? Shunga o'xshash qilib oyat bor. Shuni dalil qilgan. Ondan hadislardan masalan Ubada ibn Samit radhiyallohu anhuning ahli suffadan bir aylanga Qur'on o'qitib qo'yaptim. O'qiyadim bizni ba'da o'qiyani ishlasam bo'lamdi degan chog'da Rasululloh bo'lmaydi degan mazmunda o'qigan. Xuddamda o'ttin yasalgan bir o'qiyama u degandek tariqada joiz emas degan tariqada o'qigan. Ya'ni Ubay ibn Ka'bning ketimi shunda bir qavsum min nar degan rivoyat kelgan. Lekin bu ikkisi sanatchatdan azroq hadis. Ya'ni oyatdan "Valla tashru bi ayatillahi tamanan qalila" shunda oyat banda akasi. Lekin dalil bo'lishida ham sal kuchab qolishi mumkin. Dal unda no'q ketmaydi. To'g'ri kelmaydi, lekin al-ibra bi umumil lafz.
Xuddi ma hadisda inna haqqa mattaxadtum alayhi ajran kitabulloh deganmi al-ibra bi umumil lafz. Yani bu davolash kelgan degan bilan lafz umum deb turadi. Ola tashoriyatlar saman qadam tafsirlagancha qavmlarga Qur'onning hukmini o'zgartirib etish deb tafsirlaymiz. Asli shu mazmunda, lekin mushadir, mushu lafzadir demakchi bo'lgan muddaoga ehtimollik bor. Odatda bunda istidlollar xilli kelmas. Va la tulqu bi yadikum ila tahlika deganda masalan o'zni bir xavfga yo'liqtirish, o'zni tirilishni ishlatamiz-ku. Lekin aslida uning nimasi boshqa. Va la taqtulu anfusakum masalan. Shular masalan nima boshqa bo'lsa, lekin umum lafzdan shunday ham bizga chiqib turgan mazmunda ishlatamiz odatda. Ya'ni nas bo'lmasa-mu, lekin ma'lum bir darajada istidlol qilishga bo'ldi. Bular shunda dalil qildim. Qalu va lam yakunul ju'lul مذكور في الإجارة على تعليم القرآن وإنما كان على الرقى. يقرد سلا دليل قيغان هدسلادك مكافات Qur'on o'tib qo'ygan voqelikdagi mukofot emas, demidi bilan davolab qo'yishga mukofotda deb avvalroq deyapti. Va sawa'un kana ar-ruqa bil Qur'ani aw ghayrihi al-istijaru alayhi indana jaizun kal ilajat. Yani Qur'on bilan davolash bo'lsin, yoki boshqa narsa bilan davolash bo'lsin, davolash masalasida buningga shaqqasi bo'ladi. Yani bu bizning nazarimizda shunda. Davonkin sizning kelgan hadislar dalil bo'lmaydi. Biz uni davolash dairasiga deb tushunamiz. Davolashga plus bo'ldi. Qalu va laysa vajiban 'alan nas. Davolab qo'yishmi vojib emas. Asl davolashning hukmida ixtilof bor. Burunqilar mubah deydi. Keyingilar sal tibobat taraqqiyot nimasi bilan davolash vojib deganga endi kelyapti. Chunki burun tibobat unda taraqqiy qilgan chog'da nurg'un chiqimni qilib davolatib baqsiz saqaymaslikda nechini masala bo'lgan ekan, uni davolatmay bo'ldi, uni qo'yib qo'ylar deyish mumkin. Lekin hozir ko'pincha kasallikni davolashda saqaydigan bo'lg'achqa davolatish kerak degan yerga opirdi. Davolga asl davolatishning o'zida undan bo'lgankin davolab qo'yishning vojib degilinmaydigan bir narsa. Undan vojib emas narsaga kuch chiqarib qilib qo'ygan bo'lgan ekan ataytan. Buni shaq qilsang bo'ldi. Lekin bu Qur'on o'qitish, azan to'lash, imomatchilik qilish bu odamga vojib deydi. Hech bo'lmasa vojib kifoya. Ish kedisni ruqya o'qishga desa qanaqa sahobiy Qur'on o'qishga ayol kishiga Qur'on o'qishga mahr qilgan desa. Ya shuningga shunda dalil qildi. Dalil qildi. Buni ham Abu Hanifa bilan Imom Ahmad deydi. Bu shu ahvolga xosda deydi. Shu ahvolga xosda. Hech kim bo'lmadi shunday qildimda. Shu masalani hal qilish. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunda ishni murakkablashtirmaydi. Mesela masjidga bir arabi bilan silib qo'ydi. Oy deb dumbag'ayni zo'r to'xtab turmadi deb nima ko'paysan bo'ldi deb qo'ychidan. Mesela qildi. So'ngra hamma nimani qildi. Masalan bizda man ahlaktu jamoat ahli fi nahar Ramazon deb zaman. Yo'q, uningga shunday kafaratlansang bo'lmaydi deb uni shu ya kafarat bermaydi. Bunda es qo'ymadi. Turibdi bir kasmani bir vaslarda bilan mendan boshqa farqi yo'q deb azon yana dedi. Nima deydimda? Men shunday hal qilshamdim. Qulaylik. Asan biz taraf qilib o'tib nima qilgan gap. Yana bir hadisda Ummu Sulaym radhiyallohu anhaninki to'yliqi musulmon bo'lishdi Abu Talhama. Musulmon bo'lish nima qilgan? Shunda ishlim bor. Bumi musulmonga chetishlik nususlar. Yani bir hadisda la ta'kulu bil Qur'an va la tajfu anhu. Yani onu tashlab qo'yib ijro qilib ketmanglar. Va la tastaktiru bihi deb. Ma xala sahih nimaga yetib qolgan bir hadis. Ma Imom Abu Hanifa Imom Ahmadga ravz dalilga ismo. Lekin maktabda ekanmidi. Yani hech bo'lmasa hasan darajalik yoki say darajalik hadis. La ta'kulu bil Qur'an va la tajfu anhu va la taghlu fihi. Taghlu fihi bunu bayt bilan chekida shuratmanglar degan. Tajfu anhu degan uni tashlab jiroqlab ketmanglar. Jaffa. Va la tastaktiru bihi. Qur'on bilan mal dunyo to'plamanglar degan. Ma'lum nas Abu Hanifa bilan Ahmadga dalillar deydi. Qandalan bo'lmasa bu xilofiy masala. Xilofiy masala bo'lgan ekan, bizning hozir shariatimizga qaraylar. Shariatimizga qarab, har bir ustozning ahvolini qaraymiz. Bu ustoz aslida millioner deylar, yoki maoshi bor, pensiya maoshi bor masalan. U shaqqammisimi o'zining iqtisodi va turmushini qamdaydigan obdan sharoit yaxshi bo'lgan ekan, ya ishdan sir o'tib qo'ygan bo'lsa, pul olmasin, pul az bo'lmaydi. Yani bireyden to'liq vaqtini chiqarib, hozir bizning diyorimizga ustozimizda u to'liq vaqtini chiqarib, ish ovqat qilmay, yunanini tashlab, shu Qur'on o'tish bilan o'ttirdi.
O'tağın kim bu? İhtiyacı qamdalları, hatta ihtiyacın sırtın başqa. İbadullah, Allah'ın bandaları yaşagandek. Bazının başını soğusa bu maşını eder. Çerel pakiz uydu oturab. İsil turmuşlar yaşadın mı? Şaqqı var. Bu şunga layık asıl. Yok, aşında şarait olsun, dağçız oturup ana 1 milyon, 2 milyon qildim, 3 milyon qildim desa bo'lmaydi. Lekin, muhtaram biri, isil turmuş farzandlarining o'zining ehtiyojini boshqaning turan undan qilgan emas, normal bir hayot yashash uchun as bo'ladi. Boshqa ish vaqt qilmaganlik uchun. Endi hozirgi bizning jamiyatimizningki turmush o'lchami ma'lum bir seviyadan tüm yaşamaydigan qilib qo'yganlar. Burunqi shu bir tal chapanni kiyib, shuni kiyib, hatta uni yuydigan bo'lsa o'zidan chiqolmay qurib bo'lguncha uy sonlab qo'yib keyin kiyib chiqib bunda nima qilibdi? Shu chaqning sharoiti shunday ko'tardi. Lekin hozir unda nima qilsin? Cho'qim uyda to'p bo'lash kerak. To'nglatqi bo'lmasa hech bo'lmaydi. Islomga ma'lum bir nima bo'lmasa zadı bo'lmaydigan bir seviye var. Şu seviyede yatsa, ihtiyacı qamdalsa, shaqqasi bo'ladi. Bulamon bizning diyorimizda, mesela Suudi Arabiston, Misr, bu islom davlatlarida oson bo'lmaydi desam balki qamlashadi. Chunki unda yana fidokorlik o'tib qo'ygan. Davlat maosh berib to'xtatgan odamlar bordi. Shu o'tidi, televizor, axborot hammasi o'tidi. Bizning diyorimizda shu. Biz pul verib bo'lsa-mu, qanda maosh olib bo'lsa-mu, o'tib islomiyatni saqlab qo'yishimiz kerak. Bu hamda bilgi vacib bo'lishi mumkin unda qilishi. Aslida islom davlati bo'lsa, xalifa yoki amirul mu'minin shu ustozlarga, muazzinlarga, imomlarga baytul moldan maosh bekitib, shuni qildirdi. Unda ish bo'lmagan ekan, shu o'rnini to'ldirish lozim. Ya'ni dinni saqlab qolish uchun bunda qilmasak bo'lmaydi. Qalu va laysa wajiban 'alan nas. Davolab qo'yish uni vojib emas, ixtiyoriy ish dedi. Va amma ta'limul Qur'ani fa huwa wajibun 'alan nas. Qur'onni o'rgatish bu kishilarga vojib deydi. Qur'onni o'rgatish deganimizda nima edi? Qur'onni hammani yodlash, qariulash degan farz-i kifoya bo'lishi mumkin. Lekin bir musulmon odatda namoz o'qisa durust bo'ladigan shaklda sura Fatiha bilan suradan chiqishni obdan yodasa, shuni o'rgansa bo'ladi. Boshqa hamma o'rganish kerak emas. Jiqra o'rganishi taxim mustahab bo'lishi mumkin. Wa amma ijaratul fuhul min al-ibli wal-baqar wad-dawab. Ayollarninki erkeklarni choptirishga ijaraga berish masalasi. فأجاز مالك أن يكري الرجل فحله على أن ينزو أكواما معلومة. İmam Malik bir kishi erkek ayolni boshqa birisinin shayoniga otilib ma'lum miqdorda bir chepilishiga ijara versa joiz debdi. Akvam degan chepilib qilgan jimoni ko'rsatdi. Akvaman ma'luma. Yanzu degan shu ustiga otilishni demakchi. Bu yerda ma'luma dedi. İmam Malikninki qarashi bunda bir qoida bor. Ma'luma ya bir qatim, ya ikki qatim degandek. Buni bunda mutlaq qo'yatmadi. Va lam yujiz zalika Abu Hanifata va Shafi'i. İmam Abu Hanifa, İmam Shafi'i joiz emas dedi. İmam Ahmad mo mushqatada. Yani cumhur jaiz emas debdi. Va hujjatu man lam yujiz zalika ma jaa min an-nahy an asib al-fahl. Asib deganmi shu chaptirishni kiralashgan. Chaptirish uchun yollash. Naha an asab al-fahl deb hadis kelgan. Shu hadislar kelgan cheklimiga tayangan shu hadislar dalili. Va man ajazahu shabbahahu bi sa'ir al-manafi'. Jaiz deganlar boshqa turli manfaatlarga o'xshatibdi. Foydalanishdan iborat bo'lmadi. Ya qarasam ona İmam Malik ve Seyyidisinin qarşılan qiyasını getirib tutsun ama İmam Abu Hanife hadisini tutduğu İmam Abu Hanife'nin bunda hadiski eslığanından yamancaq. İmam Malik'nin ve Şafii'nin bazıda Seyyidisine qarşılan qiyasını İmam Malik'in ameli Ahmedi'nin götürüplam çıkışı yamancaq. Ve hada da'ifun. İmam İbn Rushd İmam Malik'nin bu qarışı aciz deydi. Li'annahu taqlibul qiyas ala's-samama. Hadis olsa kıyasını kötürüp çıkışta ibaret. Yani kıyasını hadisten aldı koyuyorlar. Ve isticarul kelbi eydan huve min hadal bab. Yani itlanı icagire veriş meselesi mi? Bu şununla yakın kep kalıyordu değil. Hem de işitini belki doğruluk şeklini gelmez mi? Davağın iken icagire veriş meselesi mi? Sel ihtilap varken. Ve huve la yecuzu inde Şafii ve la inde Malik'in. Demek maaş gelenin nazarda caiz emez depti. Başkalarının nazarında mücaiz emas bo'lishi mumkin. Ticari kalbdemiş asif maqsad mı? Yo'q, ticari kalb demasdan, bizning uyni bir bijabni qo'g'dirmoqchimiz. İştimizni akilib, 10 kunlik ijara kelib,
Mesela qo'g'diq chiqib qo'yish masalan. İmam Malik ham o'shanda qo'g'dash ehtiyoj bo'lganlikdan nima qilsa? Yoki itini masalan biz ichkariga chiqmoqchi. Bir haftalik itimizni ijaraga olib ham ichkariga chiqib qaytib kelsak. Bu yuqorqi masalada agar aqdi bilan qilmasdan o'zi xalaq hadiya yusundan yoki ma'lum bergan bo'lsa yo'q, bu hozir ijara masalasi. Ijara. والشافعي يشترط في جواز استئجار المنفعة أن تكون متقومة على انفرادها. İmam Şafii bir menfaatni ijaraga verish jaiz bo'lishi uchun bu o'z oldiga bunda bir qimmati bor. Narsa bo'lish kerak deb qaraydi. Bu bir qoidasi ekan endi. Bir qilib bekitibdi. Buni manchipulga yaraydigan manfaat ma'vo. Bunda baliq bo'ladigan narsa deb tutumliq bir nima bo'lish kerak. Qimmati bo'lish kerak dedi. فلا يجوز استئجار تفاحة للشم. Mesela bir almını pırvalay deb ijara yaptısı bo'lmaydi ekan. Bu ishlar lekin siz kulgidan olan cemiyette shunda nimalar chiqadi. Bu bir alma lekin jiq miqdorda shunda ijara bo'lgan ishlar chiqib qolishi mumkin. Har xil jamiyatlarda har xil ishlarning nimasi bo'lib qoldi. Wala ta'amin li tazyin al-hanut. Dükkanni zinnatlash uchun har xil yemeklikni aklab, masalan bir ichilish murosimi qilish uchun shunda bir nima kelsa, ochilib jinoatni aklab qo'yolmayadi. Mansat qo'yoldi deb keyin qaytirib turg'ashlar bor. Masalan to'y ko'ngilga ijaraga oldi xohlar. Masalan, dükkan ichilish murosimidan undan aslini ijaraga olish bor. Tomoq yegandan lekin oila manfaat qilsa, onliq huquqining va manfaat qilsin. Tomoqning ijaraga yemaydi keldi. Yemay bunda tizib dag'dug'liq bir zinnatlab qo'yib, keyin ondan qachida apuradi ekan. Balkim ba'zida davozliq bak eshib ketsa, xalqning jiq tomoqni akilib tizib oldi. Keyin ondan to'y tugagandan keyin qolgan yilmay ishlatilmaganini qaytiribmiz, musho shaqqirli deyish mumkin. Bu jamiyatda ba'zida bo'lib qoldi bunday ishlar. إذ هذه المنافع ليس لها قيم على انفرادها. Bunun faydalanışının tutumluq bir yalğız mesela bir faydası yoktur. Lekin faydalanış barmı? Barmı? Muşum faydalanış. Demek bu tutumluq faydalanır yani 5 saat dükünü koyup, dükünü avatlaştırıp faydalanıldı. Ya fırqını fırvaldı. Mesela bağıtını ijareleyip oturup iştilbisi bulmayken ne anlarsın? O etçilerden O kıymeti vardır dediyse kuda meyveni öyle kelgende bir batır Ya bu bunda bir misal. Lekin muşunun o'xshaydigan har xil jamiyatlarda unda ishlar bo'lib qoladi. Shuni turib bizning jutib ish chiqdi. Bunda hech qanday oldi deb. Miyagasi hech bu kitobni topib olmaydigan, hech o'lma gap qilib boqmagan. Miyagirga so'saqmi ulayran qoladi. Masalan, chashni sasqanda oldi deb. Bizning jutib chash qilgan Xitoylar bor. Bu yerda ansayran qoldi ekan. Hozir tirnoqni sotib chiqdi. Vatanda tırnaqni kesayotgan tirnoq bor, shuni esqisatga chiqdi. Bunda ishlar bo'lib turdi. Bu ijaraga berish masalasi albatta uchraydi bu. Bu mumkin bu. Bir olma degan bilan hozir mana 100 kilo olmani yoki nimani ekilishi mumkin. Ya ko'rgazma uchun ekilib ishlatilib, mondikni olib berish mumkin. Tazyin degan zinnatlash. Bir manfaat bor. Baba. Qarashdan uni qanday Mesela bir pırvalay manşpulray dediğin iş bo'lishi mumkin. Şuna ya. Ya bir doktor mumkin. Sizlik ishlarda mumkin. Mesela adresi bir ayol şu motorning murisidan chiqqan isqa silkib olmuqa shu motor remont qilganini qishki kunda kelib bizdan pırvalay deb tur ekan. Bu dükanchi bayram bo'lsa pul asliqini makal biraylachi. Deyishi mumkin endi. İnsanchilikda bunday ishlar bo'ladi. إذ هذه المنافع ليس لها قيم على انفرادها. قيم yok deb turibdi, qimmat bor desak bo'ldi. O'zi razilashib, manchpulga desa bo'ldi, qimmat bo'lgan. فهو لا يجوز عند مالك ولا عند الشافعي. Ularning nazarda jaiz emas degan. ومن هذا الباب اختلاف المذهب في إجارة الدراهم والدنانير. اختلاف المذهب degan qaysi mazhab? Maliki mazhab. Maliki mazhabning ishida bunda darahim va dananir, tilla, tengilarni ijaraga berish masalasida ixtilof bor ekan. Mesela tillani tenginin uchun ijaraga berdi. Bayatga o'xshash masala. Ya buni biz zinnatli o'ylash, ya to'yni qo'yilish. To'yda qatnashni qilib Qudusning oldida qo'yiliblar, keyin manch tilla qo'ydiganimiz kerak. Uni istiqlomgacha yana hech shunday izi qaytirib turadi. Mesela rahna balki kiyimini do'kondan qo'yilishga ishlatilgan ichiriklar bor. Hatta do'konchini qo'llab, chay qo'ydilar. Mana anamga bir ko'z ochqay, anam chiqolmaydi nega? Buni achirib ko'z ochqay,
anam al desa alay deb esirib tutdi. Tunilgadan onun yaqtıgıl olamda bu qandaq qıldı onu esirtib çay verip patlıstı bir koyular. Yani hiç şumanday kaçıda yaq olmaydan buldum. Boğa açma bu. Kaşqarı qılı jiq bunday işler. Ha, maqsum ba. Biz dükkanda jiq ko'rgan bu ishni. Asım qabul qilgan men. Ya başqa var. Başqa emas. Bular mush tangi tillarni ya zibizanlar qilib yoki to'yga taqab chirilish uchun yoki bir ish ishlatilish uchun ijaraga ilish masalasi. Bunda ixtiloflashib qolibdi Maliki mazhab olimlari. Bu bir ataldan unda misollar. Shunga munosabatlik masalalarda bo'lgan olimlarning talashlashlari ekan. Va bil jumlati kullu ma la yu'rafu bi'aynihi. Umuman qilib aytganda darahim dananirlam emas, o'zi bir tovar shaklida bilinmaydigan, o'zi tovar shaklida emas, lekin boshqa qanday qimmati bor. Ya'ni bu pul xarakterlik narsalar demakchi. Masalan, yaqut, olmos, tanga tilla, dollar, shunday narsalar. Mesela darahimdan boshqa narsalar. Yoki shunga o'xshaydigan narsalar. Tilla va tangiga o'xshaydigan narsalar. Yana o'xshash unda tepiladigan narsalar. Qilib o'xshash narsalar. Mushularni demakchim. Kullu ma la yu'rafu bi'aynihi degan shu. Ya'ni pul xarakterlik narsalar umuman ijaraga berish masalasi ixtiloflashib qoldi. Faqal Ibnul Qasim la yasihhu ijaratu hadha al-jins wa huwa qardun. Bu turlik narsani ijaraga vazib bo'lmaydi. Bu qarzdan iborat. Bu yerda jazoni shaklinib qo'yish masalasi kelib chiqadi. Jazo chekildi. Ha. Bu qarz mana. Va kana Abu Bakr al-Abhuri va g'ayruhu yaz'umu anna zalika yasihhu va talzimu al-ujratu fihi. Bular to'g'ri bo'ldi deyapti. Shunda ijara qilbas bo'ldi debdi. Bu nayt aziz shuna yaz'umu deb bunda ekildi. Bu Maliki mazhabdagi olimlarning Abu Bakr al-Abhuri. Va innama mana'a ijarataha. Nima uchun jaiz emas dedi? Jaiz emas deganlar nima uchun shunday dedi desa, li'annahu lam yatasawwar fiha manfa'atan illa bi itlafi 'ayniha. Va shu jaiz emas deganlar mushuning o'zini ishlatib qolsa foydasi bo'ldi, undan boshqa iste'mol qilib o'tmay, yo'qitib o'tmay, unda foydalanilmaydi bundan. Ya binas setilib tüytüdü bunu. Ya ki işletüdü zibizini qilib, aşında qism foydalangan bo'ldi, bo'lmasa unda bir foyda yo'q deb tasavvur qilgan bo'ladi. Ya'ni xuddi biz bayatdan qanasi alminni unda ijara, burashda ijara nim foydalanda dedik-ku. Xudam tangitillarni unda ijara nim foydalanmaydi bu. Pul qilib xayrlisi foydalanmaydi degandek bir tasavvur qilib qo'ydi. Wa man ajaza ijarataha tasawwara fiha manfa'a. Jaiz deganlar buning manfaati bor. Do'konga tizilishi mumkin, to'yda hadiya qilib qo'yilishi mumkin. Netlan yetajammala biha mana zibizini qilib taqoldi. Bir kun masalan oltin nubdan taqab chayga berib olsa bo'ldi, bitdi. Aw yatakassar, yaqinda chiq pul odamdak, masalan dollarni ijaraga bilan chiqdi, dollarni sirib bunda bayda ko'rinilishi mumkin. Ya qo'ymichi shunda qildi. So'ngchi buni to'liq qilmoqchi edim deb qiliblam, keyin qo'yiblam, pulmi yo'q. Mesela ishxonani ijaraga oldi-ku. Ishxona biznasini ijaraga bunda o'tirib cho'ng bir shirkatda ko'rinadi. Keyin asqasi u shirkatmi yo'q, qismi yo'q. Aw g'ayra zalika mimma yumkinu an yutasawwara fi hadha. Bu o'xshashlar xil maqsadda endi foydalanish uchun nima qilish mumkin. Lekin bu yerda bu manfaat bu, manfaat bor bunda. Tamam? Ma'lum bir turlik manfaat bo'lg'achqa bu ijaraga olgan. Shu ijaraga olganliklar manfaat bo'lgandan keyin bu jazoni shaklanishga qarab ma'lum. Shuni cheklanish kerak. فهذه هي مشهورات مسائل الخلاف المتعلقة بجنس المنفعة. منفعة كمناسبة لك. منفعة قندا ترلك منفعة بوسا إجارة ولدو بمايدو ديجين كمناسبة لك. تلاشتات شوغم مسلانın meşhurları biz dep öttük dedi. وأما مسائل الخلاف المتعلقة بجنس الثمن إجارة puluğa münasebetlik. Şunun cinsi münasebetlik talaştaş boğan meseleler bolsa, فهي مسائل الخلاف المتعلقة بما يجوز أن يكون ثمنا في المبيعات وما لا يجوز. Ve söz satıqta sözü qilgan satqan narsanın puli bo'lsa bo'ldigan narsa shuni chetishlik deydi. Bir narsa setib oladigan bir pul bo'lsa, ijara haqqi deb bersak bo'ldigan narsa bo'ldi demakchi. Buni ko'pincha shu bayaga qiyos qilgan, shunga o'xshaydi ekan. ومما ورد النهي فيه من هذا الباب ما روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن عصيب الفحل وعن كسب الحجام وعن قفيز الطحان. Muşu babda yallash shaqqi deylamdi. Shu shaqqiga munosabatlik bunda bir cheklim kelgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nahan asibil fahl, chaptirishga qarta bergan pul. Va an kasbil hajjam, hijamat bilan qanab qo'yilgan kishilarningki oldigan shaqqi.
Van qafiz at-tahhan. Tahhan degan tugmanchiga beradigan shu bir charakdek nimasiz. Abi bir taqa qafiz degan bir charakdek bir miqdorni ko'rsatadi. Ya'ni 6-7 kilo, 8 kilo buning miqdori bor, o'lchim bor. Tahhan degan shu tugmanchi desak, tugmanchi inson biz bir taqa bug'doyni aklab bizga tatib berdiman, tatib berganki unga 5-6 kilo nimani berdik shaqqiga. Ya'ni shu qitpagan narsaning ishidan bir narsa berdik. Tatib bergan undan mancha kilo deb berdik. Ashuningdanmi to'chqan deydi. Halit Tahavi, İmam Tahavi mi? Yani bir mezhep alimlerinin muhaddislerden birisi. Aşı İmam Şafii'nin kavresinin kaşkılasının kavresi var. İmam Tahavi'nin. ومعنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان هو ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من دفع القمح إلى الطحان بجزء من الدقيق الذي يطحنه. أشتهت باقن onun bir kısmını şakkıga birikti cahiliyette. قالوا وهذا لا يجوز عندنا yine hani bir mezhepte yani başka mezheplerde köpüncü mezheplerde caiz emez bu. Yani cumhurun karşı caiz emez. وهو استئجار من المستأجر بعين ليس عنده. Bu ne de ibaret ise bu ijarga ağuçı ijar ağan vaqtida yallıgan çağda özünün qoldu yo'q bir narsaga yallıganday. Hozir un qoldu bormi? Yo'q. Buğday batdi, buğdayni apadi. Şu çağda bana tatib bəslər, şəqqi birman degan çağda şəqqiga bərməkçi bo'lgan un qoldu yo'q deydi. Söz yo'q narsaga ijaraga putishganlik deydi. Wala hiya min al-ashya allati takunu duyunan ala al-dhimam. Yoki keyincha sizga manch pul binas biray degandimi emas deydi. Xuddi ya nisi masalan gardini qoldirgan bir narsa emas, yoki g'achchida oldin biraydigan bir narsa yo'q, bunda bir o'ttirgan bir narsa deydi. Şuna çekilindi o debdi. Vafaqahu Şafii ala hada. İmam Şafii mi? Şunga ma'qul kepti. Yani caiz emas deganga. Lekin shu rivoyat yuqorqi hadis kim rivoyat qiladi? Naha an asib al-fahl va an kasb al-hajjam va an qafiz at-tahhan. Tahavi rivoyat qilgan desak aslan shu Tahavi rivoyat qilib, mush gapni qiladi. Vajil istidlal va o'zini mazhabini bayon qildi. İmam Tahavi va Darqutni rivoyat qilgan. Hem İmam Şafii mi şunu makul geldi, caiz emas dedi. Ve qal ashabuhu law istajara as-sallaha bil jildi ve at-tahhana bin nakhalati aw bi sa'in min ad-daqiqi fasada. İmam Şafii'nin şagirdleri takım bunu kengaytib izohlab debdi. Masalan, qassobdan qo'yin so'yib bir odam dedi sallah degan. Qo'yin so'yib bir odamni terisini biray deb ijaraga olsa. So'yib bersa terisini aslardi. وَالطَّحَانَ بِالنَّخَالَ yoki tugmanchini kipik kesilga qolsin un tatib paslar desa yoki kipak qilmasimi bir sa un biray desa misol bu joyda fasid bo'lib ketadi bu ijara debdi. Linahi sallallohu alayhi vasallam an qafiz at-tahhan mushaddiska asosan qurbonlikning mustachakning bor, lekin qurbonlikdan boshqaninkida ma ijara fasid bo'lib kelish jihatdan bo'lmaydi deydi. وهذا على مذهب مالك جائز. İmam Malik caiz deyken. Terisine dödüp koyun soyup paslar. Un tatip manç kilo yapqaslar degende. Lianna ustajara ala juz'in min at-ta'am ma'lum. Ma'lum ona yamanmas kepken, şunama? Bu iniq. Iniq mançlik nas birma degendiken. Endi hadisning sahihlik darajasi onu gap bo'lishi mumkin. Ya'ni ash rivoyat sahihmi, sahih emasmi? Bu bir gap. Sahih. Ibn Qattan Darqutni va Yaqisning lam yajiduhu illa bil lafzil tahhan degan gapni sabit emas. Demak, bunun hozir ishini qator tizg'ini unda sahih emas. Oldidagi ikki parchasi sahih. Ağlı van qafiz at-tahhanda gap bor. Davonikin İmam Malikning sal jinga o'tirdi. Şey bo'lsa hadis xilaf aytdi. Lekin mana juzum ma'lum. Unda hech qanday bir bo'lgan yo'q. Şafii mi dursa nasılki mesela olsa kanağalının köpüncüsü pulu kaldı. Kılır. Rauf takva adamda mesela filmi var. Davalashimiz olur. Dediki hadisning ma'nosi dalilini qarab muqsa qafiz at-tahhan mumkin. Qafiz at-tahhan to'g'riliq nima qildi? Kasbul hajjam to'g'riliq hozir to'xtaldi. وأجرة الطحان ذلك الجزء وهو معلوم أيضا منه مش أنه تعطلا ونظن منش كيلو برمان سينقو دبتون وأما كسب الحجام كسب الحجام ده أمريكا فذهب قوم إلى تحريمه قن أبقوا غنغا فل آثارم دبتون وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا كسبه رديء يكره للرجل والحرام ده مسمى مكروه دبتون
ومكروه ديالله إمام أحمد تم بروايات بعد سلف لام باكين وقال آخرون بل هو مباح جمهور عالمlar tut mezhep alimlari mubah dedi. İmam Ahmed'in bir rivayette mekruh diyen bilen yani başka rivayette üç imam mubah dedi. والسبب في اختلافهم تعارض الآثار في هذا الباب فمن رأى أنه حرام احتج بما روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من السحت كسب الحجام يعني كسب الحجام سحت يعني من السحت دي عندك رواية لبا وتحاوي رواية قيغان حديث يعني الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد رواية قيغان وبما روي عن أنس بن مالك قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام يعني أرم قلوات كن ديان رواية كن جماما بو متحاوي رواية قيغادس يق ما حرم دياننا بخاري رواية كن إنه تحاوي رواية كن هو سي رواية أساس أصدق سي يقبك سي بمس ممكن سنة كده يكون خطوة كسب الحجام حرم دينا اون آتاين دا حرام دا كسبهم çünkü haram olmaz bu. Allah sardı rivayet kanda bakıyor. Tahavi şerhmanlar sardı rivayet kılgan. Onun senedini tekşirip baksa belki acıra çıkışı mümkün. Yukarıdaki ikisi tahavi rivayet kılgan. Ab min as-suhti kasbul hajjan yanında Hatibul Bagdadi rivayet kılgan tahavi bilen. Hem de varuya an Aun ibn Abi Juhayfata qala ishtara abi hajjaman. Yani aşı kan ap koyduğun kesbi var bir kulunu setip yaptı. Fekasara mahacimehu. Onun kan ap koyduğun saymallarını çekip ötüptü. Fekultu lehu ya ebeti lima kesartaha. Fekala inna Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem neha an semenid dem. Kanının puludun toskan. Kan ap koyup ağam puludun toskan demek çeken. Bu muttefakun aleyhi hadisma. Bukhari rivayet ediyor. Seyyid Bukhari diba hadis. Ve amma men ra'a ibahata zalik. En mubah diğerli çoğu bu. Cumhurul ulema. Tut mezhep alimlerinin şunu şeyden. فاحتج بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره رسول الله صلى الله عليه وسلم kan aldığan ama bu netçe seyredildi ba kan ap koygan kişiye şakkı bergen bunu biz çeç aldırmasdan satrası şakkı bergendek bergen diyenki mavu muttefakun aleyhi sey inek ama qalu mana vecil istidlal qalu degan aslida bu hadisning oxirida ibn Abbas bunda degan ولو كان حراما لم يعطه ولو كان سحتا لم يعطه degandek ayında Sahih Müslim'in rivayeti var. Yani Resulullah bilip durup bu şakkının haramlığını aşınga şak berametde ya bermeydi. Bunda onkin haram emas deganlik oldu demekçi. Ve hadisi Cabir radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem da'a Eba Taybete fehacemahu. Eba Tayben çağırıptı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kanıp koydu. Fesalahu kam daribetuke fekala thalathatu asu'. Bununki hocayını tüleydiğen pulu. Bunun ünür varken. Ünür varken hocayını bunu sen müşünanı kır. Mümkün de mesela 6 kilo buğday koymak yaparsan bulduğu da jara öpüpken ünür kılışta. Ve bu kul. Xuddi Abu Lu'lu'a Feyruz Hazreti Ömer'e şikayet qilib keldi-ku. Mughira ibn Shu'ba mening xo'jayinim menga menda 3 tanga siliq nima qildi. Yani sen nima qil, kunda 3 tanga akab pasang bo'ldi deb qo'yib o'tganga. Undan 3 tanga nima qildi desa, sen nima ish qilsan? Najjarun naqqashun haddadun degan ekan. 3 tanga chiqmas bu naga. Tangadan nesini topsa sen kunda deb nima qilmoqda. Yani daribati degan mishada u hukumat to'laydigan baja emas. Xo'jayiniga akapirdigan pul. Faqala thalathatu asu'. 3 saken. 3 sa degan 6 kilo 7 kilo deb narsa. Fawada'a anhu sa'a. Shundan undan 1 sa'ni yengillatdi. Yani bu 3 saat to'layma kundi. Ba'zida buni toplanmaymi deb shikoyat qilgan ekan, xo'jayiniga 1 sa'ni yengillatdi deb gap qilib qo'ygan. Bu Tahaviy rivoyat qilgan hadis va Imom Ahmad rivoyat qilgan. وعنه أيضا أنه أمر للحجام بصاع من طعام منا أشتم برصاع بيربرت كان شقة سفتة شنما بمتحاور روايات كان وأمر مواليه أن يخففوا عنه يعني تحاور روايات كان مدا خجائنغا نسال إنجلس كان الله دب كان وأما الذين قالوا بكراهيته أمدا أرام ديالنا دليل وتبكت مباح ديالنا دليل وتبكت أن مكروه ده أتردار طولنا دليله فاحتجوا بما روي أن رفاعة ابن رافع أو رافع ابن رفاعة ومن شكوى كمان اسمه جاء إلى مجلس الأنصار فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وأمرنا أن نطعمه ناضحنا
Bu İmam Tahavi ile İmam Ahmed rivayet qilgan hadis. Bu hadis debto ashaba ansarlarning sorunu kelib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qan ap qo'ygan kishininki topgan pulini ishlatishni to'sgan va bizni shu suv sug'uradigan tugullarimizga shaqqini shuni yuzitishgan. O'zimiz yemay hayvonga alab qilib berishga buyurganda. Bu chaqning shu shaqqa, shu bug'doy nasl bo'ldi-ku, apa masala. Taş naslini hayvanın alab şekilde yigizitishga buyurgan. Nadah degan asli nadah degan quduqdan su tatishni bildirdi. Ansarullah bag'vanning o'g'achqa tugida su tatib, tugi masalan chilakning ustiga bog'lab mayonga haydasa ag'amcha tatib su tatdi. Yoki tugining ustiga suvni yuklab bekqa opirib to'kdi. Yani su to'shiydigan, su tatadigan tugilar demakchi nadah. Hocam, navada bir aqtagan taqdirdan o'shunday yigizitlar demekchi. Demak bu o'zing yemay hayvonga bir vat degan tariqda makruh. Yaqtumganligini bildirdi, unda harom degan gap yo'q. Agar harom bo'lsa, hayvonga vasak bo'lmaydi. Lekin o'zing yema degandan sal bu makruhligini bildirdi demakchi. وبما روي عن رجل من بني حارثة كان له حجان. بني حارثة bir sahabeninki qanab qo'ydigan, shunda hunar bor, bir puli bor ekan. Ya'ni bu sahabening ismi Muhayyisa debdi. Ba'zi rivoyatlarda Muhayyisa. Bu mubham keldi va adam rajul deb. Bu Muhayyisa. Bu rivoyatni Imom Malik, Ahmad va Abu Davudlar rivoyat qilgan. وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنهاه. Buna bunda qanilib pul tepirdan pulum battı. Bu pulni ishlasam bo'lamdi bo'lsa, yo'q deb to'sabdi. Thumma aada fanaha. Yana so'rabdi, yana to'sabdi. Yana so'rabdi, yana to'sabdi. Falam yazal yuraji'uhu hatta qala lahu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam i'lif kasbahu nadihaka wa at'imhu raqiqaka. Turagandikan axir Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga shu tapqan pulni yoki ashliqni shu to'shiydigan tuganga talab qilib bergan yoki qullaringga tamoq qilib bergan debdi. Yani o'zing yema, yani bir xil tanazzuh qilish kerak degandek. Va min hadal bab aydan albatta mana yuqorqi masalada shu jumhurning musi kuchliq rajih. To'rt mazhab qirg'an mubah degan ashqarash. Albatta bu qon ap qo'yish degan pokiz emas, pokiz emas. Xuddi masalan doktorxonada tara tekshiradigan azra laboratoriyada tekshiradigan. Taran tekshirib masalan buni yamanda kasallik va qon tekshiradigan bu. Yani bir pokiz emas. Esil kishilar bunda uni qilmagan yaxshi deb qaraydi. Menda desak, bu halol. Odatda uni qildigan odamni bo'lish kerak. Jamiyatda unda odatga odamni qiysin. Lekin esil odamni qiysi bo'lmaydi. Hozirgi yerda dahan dam deganda qonsiz bo'lmaydi deb chiqadi. Bu mazmunni chiqishi mumkin. Bu ehtimolli. Qonni satsam bo'lmaydi degan gap chiqadi. Ma'lumda tamamen dam degani miyada dalil qilishda qon ap qo'yib topgan pul demakchi. Dalil qilganlar shuni dalil keldi. Lekin a mazmunmi chiqdi. Ve min hadal babi aydan yani şu ijarının puluğa münasebetlik mesela icara hakkıga münasebetlik meselelerden ihtilafuhum fi icareti darin bisukna darin ukra. Ma uyda sil turvaslar man aslını uyda turvalay degandek. Qashqardagi silning ma uyda men bir oy turvalay. Urumchidagi men oyamda sil bir oy turvaslar deb menda ijara kelishdi. Bu ham hayotda ba'zi bo'lib qoldi-ku. فَجَدَ ذَلِكَ مَالِكٌ İmam Malik وَالْجُمْهُرُ جائزيا وَمَنَعَهُ أبو حنيفة وَلَعَلَّهُ رَآها من باب الدين بالدين. Bu xuddamda qazga satqandak bir narsa deb qaragan bo'lishi mumkin. Va hada zaif. Ya'ni bu jumhurning qarashi joiz deganni tarjih qilyapti hozir Ibn Rushd. Ama joiz tek bo'ldi. Bu aniq narsa bu. Faydalandı. فهذه مشهورات مسائلهم فيما يتعلق بجنس الثمن وبجنس المنفعة. جنس المنفعة biz yuqorida deb qo'ygan hozir jins samanni bayon qildik. Bunga munosabatlik mashhur masalalar yuqorilar shu deydi. Ve amma ma yetallaqu bi awsafiha hamda shu manfaatning sifati şu icare hakkının sübti kâsak فنذكر أيضا المشهورة منها فمن ذلك أن جمهور فقهاء الأمصار مالكا وأبو حنيفة والشافعي اتفقوا بالجملة على أن من شرط الإجارة أن يكون الثمن معلوما والمنفعة معلومة القدر.
Demak, bular ittifoq kelgan o'rin albatta shu ijara ish haqqi aniq ma'lum bo'lishi kerak. Manchilik deb manfaat bo'lmasa, manchilik foydalanish, maishni manda qilib berish yoki opirib qo'yish degandek aniq bo'lishi kerak. Va zalika imma bi g'oyatiha mithla xiyatati as-sawbi va amal al-bab. Mesela oxiri nagir tugaydi bu ish, yallig'an ish desa, mush kiyimni tikib tutkizib berish yoki ma ishni yog'ochchi yasab berish degandek oxir tugaydigan g'oyasi aniq bo'lishi kerak. Va imma bi darbil ajal yoki bir muddat to'xtatish kerak. Masalan 5 kun ishlab birlar, bir oy uyda o'tirib oladi degandek. İza lam takun laha g'oya, misla xizmatul ajir. Mesela uning g'oyasi yo'q, maishni tutirish degan gap yo'q. Lekin ma baqqa masalan 5 kun ishlab birlar. U bog'ning ishi 1 yil, 10 yilda tugmaydi. Va qurilish ishlab birdi, bu qurilish 1 yilda tugishi mumkin. Yoki uning uzun so'zishi mumkin. Lekin buni 5 kunlik, 6 kunlik ijara. G'oya bekitmasi lekin aniq nimani bekitadi. Va dalika imma biz zamani. Ani bu yollangan kishining xizmatini qanchalik bekitadi desa, muddat bekitishda ya zaman bilan bekitadi. Inkana amalan bir ish bo'lib qolsa, ish qilib, ishlab xizmat qilgan bo'lsa, zaman bekitadi. 1 kun, 2 kun degandek. Vastifa manfaatin muttasilatul vujud, misli qiraat duri wal hawanit. Yoki bir yana ijaraga olgan bo'lsa, do'kon yo uy degandek, buni oqoqidan ulashib qilgan manfaatni qo'lga ilish bilan bo'ldi. Masalan, 1 oylik ijaraga oldik desak, 1 kun o'tiramiz, ana 2-chi kuni yana ulashdi, 3-chi kuni ulashdi, bunda ulashmadi. 1 oydan keyin 2-chi oy ulashdi. Ayni o'tirib foydalanaversa, ashuning bilan vujud qilishdi deydi. Ya'ni muddat ashunda belgilangan bo'ldi. Va imma bil makan in kana mashyan mithla kira'ir rawahil. Yoki o'ringa qarab uning oxirgi xizmatini sizimiz deydi. Masalan, minib nima qilgan bo'lsa, bir narsa to'shib turgan narsa, uloqlar masalan Falaniyaga opirib qo'yish, taksida Pistaniyaga opirib qo'yish, aeroplanda Falaniyaga tushirish deganda. Va zahaba ahlul zohir, zohiriylar bular bunda qarabdi. Va toifatun min as-salaf. Zohiriylar bilan Hanbali mazhab muba, Hanbali mazhab bilan zohiriylar va toifatun min as-salaf ila jawazi ijaratil majhulat. Majhul naslni ijaraga berish joiz debdi. Yuqorida ma'lum bo'lish kerak dedi-ku. Ma'lumatul miqdor, ma'lumatul ajal ham deganda. Mavla majhul naslni ijaraga berish bo'ldi debdi. Mesela yu'ti ar-rajul himarahu liman yasqiya alayhi aw yahtatibu alayhi binisfi ma ya'ud alayhi. Bu majhulligini mutlaq majhul emas ekan. Ma'lum miqdorga lekin yana oxiri berib bu majhul bo'ldi. Hozirga to'xtamlashgan chog'da majhul. Qanchalik o'tan tiralaydi uningda, qanchalik bino sug'urib, qanchalik ho'salalaydi uni yoki suv ekildigan bo'lsa, qanchalik suv ekib bo'lardi, hozir aniq emas, lekin keyin ma'lum bo'ldi. Shuning yerimini demoqchi ekan. Mesela bir eshakni suv to'shishga ishlatgan bo'lsa, akagan suvning yerimi menga bo'lsin, yerimi sizlarga bo'lsin degandek, yoki o'tan ekilishga jangalga chigan bo'lsa, akagan o'tanning yerimini sizlarga beray degandek. Yerimi degan jihatdan bu ma'lum, lekin hozir bu qanchalik o'tan ekilalishi noma'lum emish. Yani bular xuddi mudarabaga qiyos qilib, mudarabadimi 3dan 1, 4dan 1 foyda menga bo'lsin deydi-ku. Biz ticaret qildi degan tariqa biz eshakni chiqadi, biz kuchni chiqargandek, akagan o'tanning yerimi manchilikka deb tang bo'lishimiz desa joiz emas ekan. Qiyos qildi. Alkamiyada o'tan deb turmaslar. O'tan nima variant bir narsa ekilib yerini bo'lishimiz desa, ya u faqat bo'lmaydi. Hech qanday mazhabda joiz bo'lmaydi. O'tan deganki bu majbur bo'lmaydiganda. Shu eshakning egisi qanchalik o'tanni oladi degan gap hozir to'xtamlashganda aniq emas demoqchi. وعمدة الجمهور أن الإجارة بيع فامتنع فيها من الجهل لمكان الغبن. غم ديجان أشنا معلوم لك زين تارتشك قيلب كريشين ممتنع في المبيعات الصوت ستقطع جائز بما ديجان الناس لا إجارة دمو شنا معلوملق بوغان ديكين جائز بما يدور يعني بده صوت ستقياس كلوات دازر. واحتج الفريق الثاني بقياس الإجارة على القراض والمساقة. القراض ديجامو مضاربة نينك باسم قراض ما حجاز طرفتا قراض ديش ممكن إراق طرفتا مضاربة دبوتايد. والمساقة ديجان باغوانچilik شريكچilik يعني bir taraf bağını çıkarıp bir taraf işlep biriş. Şunu kıyas qıptı. والجمهور على أن القراض والمساقات مستثنيان بالسنة فلا يقاس عليهما لخروجهما عن الأصول. أم جمهور نمچن جائز ما استدلse bu قراض degan bu odatdagi qoidadan istisno qilib joiz deb aytgan narsa bu. Unda onun qiyos qilmaymiz. Asli
qoida bo'lgan so'z sidqi qiyos qilamiz debdi. Vattafaqa Malikun va Shafi'i ala annahuma idza daraba lil manfa'ati allati laysa laha g'oya amadan min az-zamani mahduda. Masalan bir foydalanish bor. Bu foydalanishning qanchalik foydalanilgan masalan bir uyni ijaraga oldi. Bu odamda 50 yil o'tashib o'tirdigan, oyinda o'tirdigan bir foydalanish nimasi bo'lib qolsa, buningga ma'lum bir vaqt to'xtatamiz. 1 yil o'tirmadi. Biz uyni ijaraga olsak 1 yillik to'xtam qilamiz bu yerda. Oyinda min zamani mahduda degan shu 1 yillik vaqt belgilabdi. Wa haddadu aydan awwal zalika al-amad. Ash 1 yillik foydalanishning ijaraninki dastlab boshlanish nuqtasini belgilabdi. Masalan, birinchilardan tortib 1 yil yoki mushkundan tortib 1 yil deb turamiz. Va kana awwaluhu aqib al-aqd anna dalik jaz. Demak, shu to'xtam qilgandan keyin shu chaqdan tortib boshlangan bo'lsa, bugundan tortib 1 yil desa, bugundan tortib 1 oy desa, joiz debdi. İmam Malik va Shafi'i. Albatta jumhur shunday hamda. Bunda joiz demay az sonli ulamolar bag'ishlaydi. واختلفوا إذا لم يحددوا أول الزمان أو حددوه ولم يكن عقب العقد. Endi qachondan tortib boshlanmış 1 yillik ya 1 oylik ijara deganni boshlanish nimasini bekitmabdi. 1 oylik ijaraga oldim deb ta'dibdi. 1 yillik ijaraga oldim deb ta'dibdi. Lekin birinchilardan boshlandi, yo hozirdan tortib boshlandi uni demabdi. Aw haddaduhu yoki bekitibdi. Bekitgan bo'lsa, lekin hozirdan tortib emas ekan. Birinchilardan tortib debdi. فقال مالك يجوز إذا حدد الزمان ولم يحدد أوله. Ma İmam Malik'in deganimda 1 yil debdi, lekin qachondan boshlandi deganda demagan bo'lsa-mu joiz debdi. مثل أن يقول له استأجرت منك هذه الدار سنة بكذا أو شهرا بكذا. lekin falanchilardan boshlanganmi dedi. Wala yadkuru awwala zalika ash-shahr mana. Bir oylik oldim debdi, 15-lardan boshlandi, birinchilardan demadi buni. Wala awwala tilka sana. 1 yillik ijaradanmi qachon boshlanganligini tilga olmadi dedi. Wa qala ash-Shafi'i la yajuz. Imam Shafi'i joiz emas debdi. Wa yakunu awwal vaqti 'inda Malikin vaqta aqd al-ijara. Masalan, bekitmagan ahvolda Imam Malik deydi ekan, shu to'xtam qilgan chaqdan tortib boshlandi. Jumhur shunday deb qaraydi. Famana'u ash-Shafi'i li'annahu gharar. Imam Shafi'i bu noma'lumlik bu. Qachon boshlandi, qachon tugaydi aniq emas bu debdi. Va ajazahu Malik li'annahu ma'lumun bil 'ada. Imam Malik va Imam Ahmad, Imam Abu Hanifa bu joiz degan. Chunki bu odatda ma'lum edi. Shunda to'xtam qilgandan keyin 1 yillik to'xtamlashdi, shu bugundan tortib boshlandi. Agar uni manchinchilardan desak to'q, shu ishlardan boshlandi. Lekin odat uni gapini qilmasak, hozir tortib hisob degan bo'ldi deydi. وكذلك لم يجز الشافعي إذا كان أول العقد متراخيا عن العقد. Yani İmam Shafi'i mesela ayetinden takip başlandı ya birinchilardan başlandı deb unda bir oylik ijazasi bo'lmaydi debdi. Va ijazahu Malik. İmam Malik joiz deb qaradi. Yani falanchilardan başlandı desa İmam Shafi'i joiz emas dedi. Hozirdan takip başlaysa. İmam Malik joiz debdi. Vaqtalafa qawlu ashabihi fi istijar al-ard ghayr al-ma'muna. Yani İmam Malik'nin o'zidan bunda bir qarash kelmabdi, lekin shogirdlari al-ard ghayr al-ma'munat at-taghyir. Sizlarga qanday? Al-ard ghayr at-taghyir debdimi? Balikda at-taghyir debdi. Va uni lutanglar. Istijar al-ard ghayr al-ma'munat at-taghyir. Yani o'zgarib ketishiga qarata xotirjam bo'lmaydigan zaminni ijaraga berish masalasi. Eski zaminni ijaraga olgan bo'lsa, suv kelib turdi, terib turdi, lekin bu yerda suv to'xtab qolishi mumkin 1 yildan keyin. Nolga toza xotirjam emas. Buni ijaraga olsa bo'lamdi. Fima ba'uda min az-zaman, yani uzun muddatlik. 10 yillik ijara, 5 yillik ijara desa 1 yildan keyin suv kelmaydigan bo'lib qolishi mumkin. Bunda slappa. Va kazalika ikhtalafa Malik va Shafi'i fi miqdar az-zaman alladhi tuqaddaru bihi hadhihi al-manafi'. Yani bu zaminni terish masalan yoki o'tirash masalasida bir uyni ijaraga o'tirash masalasida bunda manfaatni ilishda qanchalik muddat belgilaymiz. Ijara qanchalik bo'ladi? Masalan, Misrda 1 yillik deb turildi. Ko'pincha. Tiraj yilganda baho o'sib ketish, dollarni o'sib ketish qarab bu chaqda yangidan belgilaymiz. 1 yildan ortiq to'xtamlashmaymiz deb turildi. Ba'zi yerda 2 yil, 3 yil bo'lishi mumkin. Yani shunga bir cheklim qo'yamdi, qo'ymamdiq degan masalada famalikun yujizu zalika as-sinin al-kathira. Net yil olsa, 50 yil olsa joiz debdi İmam Malik. Mesela yakriya dara li 10 a'wam aw akthar min 10 yil olsun, 20 yil olsun joiz. Mimma la tatagayyaru ad-daru fi mithlihi. Lekin ashunamda uy shunchalik muddatda o'zgarib ketmaydigan. Ba'zan burun ko'noylar masalan 5 yildan keyin tomlari o'lib tushib masalan buzilishga boshlaydi, shunami?
Aşında ahval bulmuşlar, sak paylanılan halatta 10 yıl olsun, 20 yıl olsun icaribası buldu. Ve kâle Şafii la yecûz zâlike li ekthara min âmin vâhid. Bir yıldan artık icare verişki olmaydı. Mesela bana İmam Şafii tuğan yağmaz mı? İmam Şafii'nin usta tasir yaptı. Lekin İmam Şafii bunda dedi deb ekeldi. Lekin İmam Şafii'den bunun iki xil qarash bor. Ani Şafii fiha qawlan. Asahhul qawlayn al-jawaz. Yani hazır İmam Şafii'nin to'g'ri qarashini ekanmay. Bu bir qarashim, lekin aynan birisi al-asah. Bu sahih. Yani birisi asah. Jalliqroq qarashini ekanmay, yani bir qarashini ekeldi. Amaliyotda jalliqroq qarashida jumhur bilan billah. Asahhul qawlayn al-jawaz. İmam Malik'nin qarşı o'xshash, yani jumhurning qarshi o'xshash. Vaqtalafa qawl ibn al-Qasim va ibn al-Majishun fi ard al-Matar. Ibn al-Qasim ibn al-Majishun va İmam Malik'ning shogirdlaridan. Bu masalan yomg'ir yog'adigan zimin, ya'ni ziroatni yomg'ir orqali sug'uradigan ziminni ijaraga berish masalasi. Vardı saqi bil uyuni, yana bulaq suvlari orqali sug'uradigan zimin. Va ardı saqi bil abari val anhar, quduq va daryo o'stanlar bilan sug'uradigan ziminlarni ijaraga berish masalasida ixtiloflashib, bunun qarashi o'xshamabdi. Fa ajaza ibn al-Qasim fiha al-qira'a as-sinin al-kathira. ibn al-Qasim necha yil ijaraga bas bo'lardi dedi. Va fassala ibn al-Majishun fa qala la yajuzu al-qira' fi ard al-matar illa li'amin wahid. Yomg'irdan sug'uradigan ziminni bir yildan ijaraga berishga bo'ldi, uzun muddat bas bo'lmaydi. Çünkü yomg'ir birazki yog'maydigan o'zgarib qolishi mumkin deydi. Va amma ardu saqi bil uyun fala yajuzu qira'uha illa li thalathati a'wam wa arba'a. Uni 3 yil nima qilmaymiz deb. Bulaq suvlari orqali sug'uradigan ziminlarni 3 yil yoki 4 yil ijaraga beramiz. Va amma ardul abari wal anhari fala yajuzu illa li 10 a'wam faqat. Bu nima uchun joiz emas? Bunda vaqt ketdi. Shu muddatdan keyin bu ahvol o'zgarib, biznes tereyolmaydigan ehtimollik bor. Tereyolmagan ekan, men tereyolmadim, buni ziyon tortib bo'g'ishadigan gap. İbn Majishun Shafii'ning shogirdimi? Yo'q, Ibn Majishun bilan Ibn Qasim ikkalasi Imom Malikning shogirdi, Abdul Malik. Fal ixtilafu ha huna fi thalathati mawadi'. Ha huna degani o'sha ziminni ijaraga berish masalasida ixtilof 3 o'rinda deydi. Fi tahdid avval mudda, yani ziminni ijarasi qachondan boshlanish masalasi. Yuqorida Imom Shafii ixtilof qildi. Va fi tuliha necha yil ijara beramiz? 1 yil beramiz dedi, 10 yil uningdan jiq keldi. Va fi bu'diha min vaqtil aqd, yani qachondan tortib boshlash masalasi deganda. Aqd qilib masalan 15 kundan keyin boshlandi. Va kazalika ikhtalafa Malik va Shafi'i idza lam yuhaddid al-mudda wa haddada al-qadr alladhi yajibu li aqall al-muddati mithla an yaqula. Mana bir masala ekan bu. Muddatni to'liq belgilamabdi, lekin eng aqalli bir parchasini belgilab qo'yibmiz. Oyliqi mancha puldan o'tiray. Lekin 1 yil o'tiramsa, 2 yil o'tiramsa, uni demay, har oyliqi mancha puldan. Xuddi yataqda yasaq masalan, kunligi mancha puldan. Lekin necha kun o'tirsa degan aniq emas. Az deganda 1 oy o'tiray. Masalan, bunda bekitmay, kunligin deb o'tiraveribdi. Aktari minka hadi dara ash-shahr bikada wa la yadriban la dhalika amadan ma'luma. منشل أترما دين جبنا قمدا فقال الشافعي لا يجوز وقال مالك وأصحابه يجوز على قياس أبيعك من هذه الصبرة بحساب القفيز بدرهم ما مسلك قياس قطوسق جائز دبته هو مسلك قيسة صبرة دين بردوا أشلق دولا قوة أشلقنا مش أشلقنا سان ساتاي دبته her bir çarike bir tengeden bolsun endi bu 100 çarek çıkamdı 20 çarek çıkamdı normal. Muşu caiz olgan ekan, muşu yataq tetish, uyni ijaraga berishdimi? Kunlik manch pul, oylik manch pul deb, oxir qo'yib ketadigan muddatni belgilamasmi bo'ldi debdi. Va hada la yajuzu la yujawwizuhu ghayruhu desak bo'ldi. Ya'ni ghayruhu yani asli Imom Shafiining chiqib bo'ldimi? La yujuzgina. Yani Imom Shafii jaiz deb qaramaydi yoki Imom Shafii va boshqalar jaiz deb qaramaydi buni. Va sababul xilafi i'tibaru al-jahl al-waqi'i fi hadhihi al-ashya'i hal huwa min al-gharar al-ma'fu anhu aw al-manhi anhu. Yani mushunda masalada noma'lumlik bor, ma'lum miqdorda. Lekin mush noma'lumlik yengil bir noma'lumlik bo'lib, buni odatda mushunda muomala kechiradigan, ko'z yumadigan noma'lumlikmi yoki bayl g'ararini to'sgan deb shaklimi dori kirib qolgan ig'roq noma'lumlikmi? Mushuni bekitishga ixtilof deydi. Va min hadal bab ixtilafun fil bay' wal ijara. Fil bay' wal ijaraga al bay'u ma'al ijara demakchi. Ham so'zatiq va ham ijara ikkisi kirishib ketgan bir savdo. Xuddi masalan, nimada chiqdi riba bablarda
Bey'un ve salaf. Mesela ikisi orada bunda kirişip ketken. Ma öyüne sana satay. Yani manasını sana satay. Peki uyandı buraya otur olay. Yani soğudu ba icarı ikisi tang boğan narsa. Ecazahu Malik. İmam Malik caiz yaptı. Ve mena'ahu Şafii ve Ebu Hanife. Yani İmam Ahmed mu? Elbette ba. Nima uchun chekladi? Bu yerda shubhatdir riba. Çünkü bir faydalanishimiz var. Faydalanishimiz var. So'di bo'lgan ekan bu ayg'irib jazoni bir ishqa taqilib qoladi demoqchi. ولم يجز مالك أن يقترن بالبيع إلا الإجارة فقط. İmam Malik man shunda bir kaşılı ticaret bo'lgan ekan ijarni to'sat bilan birga qilishni joiz debdi. Lekin ijardan boshqa yana bir bay'un va qard bay'un va bu degandek narsa joizmi dedi. Va min hadal bab ixtilafuhum fi ijarati al-musha'. Musha' degan unda ikkalaning o'rtadagi o'rtaq narsa. Yani bunun haqqi ma'uda bir narsa tutulmadi, persent hisobida haqqi bor. 3dan biri mening, yarmi mening, 70% mening degandek. Faqala Malik va Shafi'i hiya jaiza. Ikkalaning o'rtadagi narsaning masalan, shuning yarmini ijaraga berishmami, ha? Masalan, shuni maqsad qilish kerak. İmam Malik, Shafi'i va İmam Ahmed, yani jumhur jaiz debdi. Va qala Abu Hanifa la tajuz. Ijaratul mushadike bunda ikkala shirikka masalan 50%. 50% haqqini men ijara versem bulamdı degan. Mesela ma oyni biz ikkala sotib olgan. Mesela ikkala shirik bir o'yin olgan bo'lsa, ikkala tang foydalanibdi. Yoki birisi bir kun qonib, birisi bir kun qonib, yoki birisi bir oy qonib, birisi bir oy qonibdi masalan. Lekin u o'zining haqqi bo'lgan o'sha hassini ijara qo'yibdi. Ayda 15 gün turgan bo'lsam, 15 gün turishni mening o'rnimda ijara qo'ydim. Bu ma ko'pincha dengiz bo'ylaridagi uylar, sayyohat o'rinlarida shunda bo'lib qoldi. Ashuni ijara qo'ydilar shu. Mesela biz 10 oydan bir dachini dengiz bo'yida olib qo'yamiz. Yoz kelgan chaqda biz ham bilan bir haftadan turishimiz var. Shunda men bu yil chiqmaydigan bo'lsam bir hafta turishimni men bir oyga ijaraga berib o'tishim mumkin. Shunga o'xshash bir masala. Yoki Makkada bir uy olib qo'ygan bo'lsa, hammalarning bir oydan turishimiz. 12 adam olibdi, bir oydan turish haqqimiz var. Men bu yil hajga bormaydigan bo'lsam, aram qarab turadigan qasrdagi uyning bir oylikni sizga ijaraga berib o'taman. Mush gap shu. Jumhur jaiz debdi. وقال أبو حنيفة لا تجوز لأن عنده أن الانتفاع بها مع الإشاعة متعذر. Bu ortak nasus qanday foydalaniladi debdi. Lekin foydalanib bo'ldi. Tamam. وعند مالك والشافعي أن الانتفاع بها ممكن مع شريكه كانتفاع المكري بها مع شريكه. Xuddi shu ijaraga beruvchi asli egasi deydi 50% haqqi adam. Yani bir shirik bilan qanday foydalanadi? Ijara olgan kishimi ashadami qo'rniga dastlab o'xshash foydalanadi. Mukri degan asli 50% haqqi va shirik. Ijaraga bergan kishi shu. Ijaraga bergan kishi biha degan ash narsa bilan qanday foydalanadi? Shiriki bor holatda. Demak, ijaraga olgan kishimi ijara beruvchining shirki bilan yani o'xshash shunda foydalanadi. Ya'ni rabbal mal, shirik degan o'sha rabbal mal. Va min hadal bab istijar al-ajiri bi ta'amihi va kiswatihi. Mushu babga munosabatli masalalardan ana bir kishini tamoqing bilan kiyimingni beray, men ishlab bergin deb ijaraga olish masalasi. Yani pul bermay, qo'saqlarni to'yg'izman, yotoq berib ishlab turadi deymiz. Yotoq desakmi bo'ldi, balsal. Kiyim desakmi bo'ldi. Va kadalika dhir imitib qo'ydigan ayolni ijaraga olish masalasi. فمنع الشافعي ذلك على الإطلاق. إمام شافعي جائز ما استبته. وأجاز ذلك مالك على الإطلاق. إمام مالك جائز استبته. Yani fi kulli ecir. Kanda yallangan kişi olarak zir olsun, yani bu işlemci olarak kalsın, hemiz caiz. Ve ecaze zelke Ebu Hanife'te fi zir fakat. İmam Ebu Hanife imitip koyduğun ayal işilam caiz depti. İmam Ahmed'den şu rivayet var. Her bir rivayette bir imam bilen muvafık çıkıyor. Yani salat rivayet an İmam Ahmed. Fi kulli rivaya ma imam. Ve Ebu Hanife bu şu inek anadan da üstü anası degandek. İmitip birishki ijara yolda ayol vaqasi bilan jaiz degan. Bunga Qur'ondan dalil keltirgan. Va alal mavludi lahu rizquhunna va kiswatuhunna bil ma'ruf. Rizqi va kiswati degan shu tamoqqa kiyim-kechki degan aynan unda nas. Andima boshqa yollangan kishilarga mo ashun tamoqni berib, kiyimini berib yollasi bo'ldi deganga Abu Bakr, Umar, Abu Masal Ash'ari mushabalardan bular shunda tamoqni kiyimini berib bilan adam yollab ishlatgan. Hazreti Ali mo bir ayolga quduqdan suv tatib berganga manistal qo'miga deb tatib bergan. 16 tal qo'mirma sizlik suv tatib bersang deb buni ishlagan Hazreti Ali. Undan keyin joiz degan gap chiqdi.
وسبب الخلاف هل هي إجارة مجهولة أم ليست مجهولة يعني tamoqni o'rman degan gap tamoq bilan kiyimlarni tutumliq ma'nochilik narsa digil bo'lamdi mumkin balki o'rnida yerim lag'manga qo'shib qo'yishi mumkin yoki lag'man bilan gizlanishni yetishi mumkin masalan ajnag'amda ishlaydiganlarni tamoqni ravsaydi jixga ekansiz deb turvasanmi deyish bo'lgan lekin aniq bekisi bo'lgandi manchina lag'man apirma degandek desa ma'lum qoldi majbur degan gap bo'lmaydi majbur bo'ldi lekin bu ma'funan yani bu to'yg'ich bilan nima oraliqda farq bo'lib ketmaydi xuddi masalan biz uyni bir oy ijaraga olamizga bir oy lekin 29 kun bo'lishi mumkin 30 kun 31 kun bo'lishi mumkin 1-2 kunning farqi buningda talash tash qilmaymiz endi masalan xalaga chirimiz pulli xalaga unda bichilak suv ishlatib chiqsaqmi chiqamiz masalan ha soatda 2 soat o'tirib bichilak suv ishlatib lekin ba'zi odamlar masalan 100 gram suv ishlatib qo'ynishi yutiblan masalan ta'tilib yojiq aplib chiqadigan odam bor bu endi majbur bo'lgan bilan saqlan yutasamah yani bir sanda ishlatdi bir sanda ishlatdi endi u odamni bir qatim azizlagan ham bir qatim ishlatish mumkin bir qatim shunga bilan tanishib ketgan فهذه هي شرائط الإجارة الراجعة إلى الثمن والمثمون يعني الثمن المثمون ديان إجارة حقه ومنفعة دمكش وأما أنواع الإجارة فاتفق العلماء على أن الإجارة على ضربين عند إجارة ترلرة ديان مثل كاسك ترلي كله إجارة منافع أعيان محسوسة إذا تطملق بر ناس منك منفعة أي براي ترلس يعني وإجارة منافع في الذمة قياسا على البيع yana unda bir ishni qilib birsa mayaga ishlab birsa degandek gadiniga otilib qolgan bir manfaatdan iborat vallazi fi zimmati min sharti al-wasf dawomikin gadini qilib qo'ymoqchi bo'lgan narsa u sifati aniq bo'lishi kerak tamchilik qilib birsa mashina yo'lda bunda qilib birsa degandek vallazi fil ayni min sharti ru'ya endi o'zidan foydalanadigan narsa bo'lib qolsa uyimiz do'kon shuni ko'rib shu uyni shu do'konni deyish kerak u sifa indahu kal hali fil mabi'at ya'ni uni ko'rish kerak sufta aniq bo'lish kerak xuddi so'z satiqda bo'lgandek va min sharti sifat indahu zikrul jinsi va no yani sufta qanday ma'lum bo'ldi bo'lsa buning jinsini turini xuddi masalan aeroplanda o'ttirsak hozir aeroplanni so'rab yurmaymiz lekin ba'zi mashina ijaraga oldiganlar so'raydi Toyota'mi yoki BMW'mi uni so'rab necha kishilik avtomatik taklif bormi deb so'rashi mumkin aeroplanga chiqadigan ba'zi odamlar so'rashi mumkin Boeing aeroplanga chiqilali qo'rqsa Airbus chiqma buni chiqmayman deyish mumkin biz odatda so'ramaymiz yani so'raydigan nozik odamlar bor va zalika fi shay'illadi tustawfa manafi'uhu yo'q shu foydalanan narsalar shunda وفي الشيء الذي تستوفى به منافعه فلا بد من وصف المركوب مثلا nim bilan shu manfaat qo'lga keldi masalan bir joyga to'shib qo'ymoqchi to'shib qo'yilgan narsaning shu manfaat qo'lga keladigan narsa shu qatnash quroli shuni sifatlab berish kerak bu qanday mashina Optuzmi Mercedes Optuzmi mukayyif bormi karvat Optuzmi qaysi markalar degandek wal himlu alladhi tustawfa bihi manfaat al markub masalan unga otilgan yuk qanchalik degandek wal himlu alladhi tustawfa bihi manfaat al markub qanchalik yuk atib bunda foydalanadi degandek masalan bir mashinada 4 kishi mashina bo'lsa 5 kishi silib kiraqdan bo'lsin biz 5 kishi o'tirib qilib o'tiramizga razı olmaymiz yo'q to'tala o'tirma rahat bo'lishni xohlayman masalan va endi malikin annar rakiba la yahtaju yusuf imom malik namazda yo'q u yo'lovchi degan u sifatlamasi bo'ldi bir inson degan inson demoqchi ekan lekin ayollar olib qolsamda kishilar bilan xohlamaslik mumkin va endi shafiy yahtaju lil wasf imom shafiy yo'q sifatlash kerak ya'ni afrikalik odam bilan chiqmayman deyish mumkin yo hanzulan bilan olmayman deyish mumkin masalan وعند ابن القاسم أنه إذا استأجر الراعي على غنم بأعيانها سنبر قديشنا يلا ما قوين سنبراي شقيرته أن من شرط صحة العقد اشتراط الخلف خلف diye va'da tutmaslik to'xtamga rioya qilmaslik degan ya'ni bu ishtiratul xulfdan maqsad mush qo'yni birma ma padini birsa ansi yanmaysan juma deb bu yerda yanmaslikni shart qilish demoqchi al xulf ya ishtiratul xulf ma sizlarga xalafmi xalaf degan uning qo'zilari va kaza degan gap mush qo'yni birma lekin bu qo'y qo'zilab qolsa u sizning bo'ldi yoki mening bo'ldi degandek shart demoqchi xalaf desa lekin xulf deb qolsa yenish yo'q amsa degandek balki qo'zisini shart qilish degan bo'lishi mumkin va endi g'ayri talzamul jumlatun bi g'ayri shart shart qilmasimi hisob bo'lib ketib bo'ldi debdi
ومن شرط إجارة الذمة أن يعجل النقد عند مالك ما إشنا قبرسه ديان بر إجارة إمام مالك bunu iş hakkında naq birish kerak debdi. Liyakhruja min ad-dayn bid-dayn. Bundanda qazga sodlashgandek bir ahvol chataq kashili muamildan qutulib chiqish uchun ani naq basa andna uning badalini nisibasi bo'ldi debdi. Kama anna min shart ijaratil ardi g'ayril ma'munati saqi. Mana suyu uzlib qilish ehtimoli bor zaminni ijaraga berishning shartimi Imom Malik nazarida alla ishtarita fiha naqd. Naq basi bo'lmaydi. İlla ba'da ray. Sug'urib bo'lgandan keyin undan basi bo'ldi debdi. Bu naq basi nima bo'lmaydi? Ya'si illa ishtarata fiha at-ta'jil deyish kerak. Kama bo'lgandan keyin. Yani su to'xtab qolsa, xuddan bu ijara qamlashmasi sug'urib bo'lgandan keyin pul berdi demoqchi o'xshaydi. Masalan, bir necha qatim sug'urlash o'qasi. Biladim. Yani bütün bir yil sug'urib bo'lgandan keyin u buni o'rashtirib birga o'xshaydi. Ko'pincha ishni qilib bo'lganda yozib beradi. ishni qilishdi to'xtamashqancha su to'xtab qolsa kashil chiqadi demoqchi ekan foydalanmaydi vaqtalafu fil kirai hal yadkhulu fi anwa'il khiyar am la mush turlik bunda ijaraga berish fizzimma masalan a'yan degan masalada mush xiyar masalasi kelib chiqamdi ya'ni ixtiyorlik dedik-ku biz yeni birlashdaymiz uni qilish buni qilish faqala malikun yajuzul khiyar fi sinfayn min al kira al madmun wal muayyan madmun degan maaşni qipirishni ustimga oldim mana degandek wal muayyan degan uy do'konni ijaraga bergandek bunda ixtiyorlik bor yani yandırıp birish masalasi ha وقال الشافعي لا يجوز إمام شافعي وجمهور جائز مسجده فهذه هي المشهورات من المسائل الواقعة في هذا القسم الأول من هذا الكتاب وهو الذي يشتمل على النظر في محال هذا العقد وأوصافه وأنواعه وهي الأشياء التي تجري من هذا العقد مجرى الأركان demek yuqorqi masala mush ijara to'xtami munosib asosiy masala hisoblanadi وبها يوصف العقد إذا كان على الشروط الشرعية بالصحة وبالفساد mushu arkanlar mushu yuqorqi biz bahs qilgan masala to'g'ri bo'lsa ijara to'g'ri bo'ldi to'g'ri bo'lmasa ijara fasid bo'lib ketdi edalam yakun ala dalik to'g'ri sifat ustida bo'lmasa o'lchamga loyiq bo'lmasa fasid bo'lib ketdi وبقي النظر في الجزء الثاني وهو أحكام هذا العقد hamda ikkinchi qismini tadqiq qilishimiz kerak bo'lib qoldi bu bo'lsa ijara to'xtamlarga xos ahkamlar buni ikkinchi bo'lim hisobida bahs qilamiz deydi والله أعلم بالصواب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك